Dünya Uyghur Qurultayı Xitayning taklifi bilan Sharq Turkistonga borgan Islom hamkorlik tashkiloti vakillar o'mikining rayonda musulmonlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa pisand qilmaslik va Xitoyga yontayoq bo'lish bilan ayblandi. Muajiratga Uyg'urlarning vakil xarakterlik organi bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayı bayonot e'lon qilib, Islom hamkorlik tashkiloti vakillar o'mikining Xitoyning tashviqotiga moslashish safarini aybladi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa mundaq dedi: İslam hamkorlik tashkiloti Xitoy tashviqot mashinasiga qapsilib qoldi. Ular Uyg'urlarni hech qanday diniy va madaniyat besimisiz erkin yashaydi deb qaraydi. Islom va Uyg'ur madaniyati ziyoratchilarga ko'rgazma qilinsimi, millionlagan xalqimizning diniy ibodat bilan shug'ullanishi cheklanadi. E'tiqodi sababli jinoiy ishlar va jazoga uchraydi. Islom hamkorlik tashkiloti bu ziyorati bilan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni butunlay nazardan saqit qildi. Xitoyda bir ministerlik amaldori Amerika Markaziy axborot idorasiga jasuslik qilish jinoyati bilan qo'lga olingan. Bu amaldorning qaysi ministerlikda ishlaydiganligi aniq emas. Bu vaqtdagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xav familiyalik 39 yoshli erning delosi tekshirilayotgan bo'lib, qaysi ministerlikda ishlaydiganligi oshkorlanmagan. Xitoy Rossiya Ukraina urushida betaraf maydonda turganligini da'vo qilgan bo'lsa-mu, Rossiya armiyasiga ta'minlagan harbiy yordamining turi va soni xalqaro jamiyatning bilginidan zo'r darajada ko'p ekan. Angliya kundalik Telegraf gazetining 19 avgust e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, Rossiya o'tgan yil 2-oyda Ukrainaga qarshi tajovuzchilik urushini qo'zg'agandan buyon Rossiya shirkatlari, jumladan boshqariladigan bomba qo'yib berish uskunasi, Bronevik strategik bombardimon aeroplani ishlab chiqariladigan jazo tizimligiga kirgizilgan Rossiya shirkatlari Xitoydan turkumlab moddiy ta'minot topshirib olgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jasuslik havo shari krizisidan keyin jiddiylik kuchaydi. Amerikada 33 shtatda 81 qonun loyihasi o'tirg'i qo'yilib, TikTok'ga o'xshash Xitoy shirkatlarining va Xitoy fuqarolarining harbiy bazalarga yaqin joylardan turalg'i yer va mol-mulk sotilishi cheklandi. Amerika bu tadbirni Xitoy jasuslik harakatiga qarshi ilib borganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy buni aybladi. Yer hududgarlik qonuniga qarshi turadiganlar bo'lsa, bu tashabbus Osiyoliklarga o'chmanlik va irqiy kamsitishni kuchaytiradi deb qaragan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Janubiy Afrikada o'tkazilgan Kesak oltin davlatlari savdo munbirida Xitoy iqtisodini oqlaydiganligi mo'ljallangan nutqini so'zlamadi. Ommaga oshkorlangan munbar kalendarga asoslanganda Xi Jinpingning seshanba kuni Janubiy Afrika rahbari Cyril Ramaphosa bilan ko'rishgandan keyin nutq so'zlashga o'rinlashtirilgan. Ammo uning o'rniga Xitoy savdo ministri Wang Wentao sahnaga chiqib so'z qilgan. Xi Jinpingning Xitoy iqtisodining ahvoli to'g'risida nutq so'zlashdan o'zini qochirishi, davlat ichida pul paxalligi yuz berayotgan, uy-mulk kasbiy qiyinchilikqa duch kelgan va ommaviy qarz kunsiri kuchayayotgan mezgilga to'g'ri keldi. Birmada armiya tarafidan qirg'inga uchirganligi sababidan uy makonlaridan ayrilishga majbur bo'lgan minglagan Rohingya musulmonlari yurtiga qaytishini kutmoqda. 2017 yil 25 avgust Birma armiyasi va buddist millatchilari tarafidan yuz bergan keng ko'lamlik zo'ravonlik harakatlari bilan yuzlagan yezi vayron bo'ldi. Bu zo'ravonlik harakatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan milliy tozalash deb atalgan bo'lib, 900 mingdan ortiq Rohingya musulmonlari Bengalda panoh olinishga majbur bo'lgan.